Bugun men pensiyani bank kartasiga oladigan barcha fuqarolar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va ularga qarab turgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta kichik xato sabab pensioner odam kartada pulni yecha olmay qolishi, pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki firibgarlar pulni yechib olishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir aytiladigan ma'lumotni yaqinlaringizga ham yetkazing. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyani naqd pul ko'rinishida olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki pensioner o'zi borib olardi. Pul qo'lga tekkandan keyin odam uni qayerga sarflashini o'zi bilardi. Hujjat bilan bog'liq muammolar kamroq sezilardi. Karta muddati tugadi, PIN kod unutildi, bank ilovasiga kira olmadi, SMS kelmadi degan muammolar bo'lmasdi. Hozir esa ko'pchilik pensiyani kartaga oladi. Bir qarashda bu juda qulay, pul vaqtida tushadi. Do'konda karta bilan to'lash mumkin. Farzandlar masofadan yordam berishi mumkin. Lekin aynan shu qulaylikning ichida katta xavflar ham bor. Eng asosiy o'zgarish shuki, pensiya endi faqat pul tushdi degani emas. Bu bank kartasi, bank hisobvarag'i, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, telefon raqami, SMS kod, bank xavfsizlik tizimi, karta muddati, ishonchnoma va firibgarlik xavfi bilan bog'liq butun bir tizimga aylanib qoldi. Agar shu tizimdagi bitta bo'g'in ishlamasa, pensioner o'z pulidan vaqtincha foydalana olmay qoladi. Men amaliyotda eng ko'p ko'rayotgan muammo shuki, odamlar pensiya kartaga tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan, telefon raqami boshqa odam nomida. Bankdagi ma'lumotlar eski pasport bo'yicha qolgan. Pensionerning o'zi bankka bora olmaydi. Farzandi esa ishonchnomasiz pul yechishga harakat qiladi. Natijada muammo chiqadi. Birinchi navbatda kartasining amal qilish muddati yaqinlashayotgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Har bir bank kartasining old tomonida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, 2026 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddati tugagandan keyin karta orqali to'lov qilish, bankomatdan pul yechish yoki ayrim xizmatlardan foydalanish imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Misol keltiraman. Nafaqadagi otaxon har oy 1.200 ming so'm pensiya oladi. Pensiya kartaga tushadi. Karta muddati iyul oyida tugagan, lekin otaxon bunga e'tibor bermagan. Avgust oyida pul tushgan. Lekin bankomat kartani qabul qilmayapti yoki operatsiyani rad qilyapti. Otaxon pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan, muammo kartaning muddati tugaganida. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash kerak bo'ladi. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, bu oila uchun ortiqcha yugur-yugurga aylanadi. Ikkinchi xavfli guruh PIN kodini boshqalarga aytib qo'ygan pensionerlar. Ko'p odamlar o'g'lim biladi, kelinim yechib beradi, qo'shnim bankomatdan olib keladi deydi. Men buni tushunaman, chunki ko'p keksalar bankomatdan foydalanishga qiynaladi. Lekin PIN kod bu kalit. Uni bergan odam pulga to'liq yo'l ochib beradi. Ertaga kartadan pul yo'qolsa, bank PIN kod bilan yechilgan desa, uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Masalan, pensioner ayol oyiga 900 ming so'm oladi. U kartasini tanishiga berib, 200 ming so'm yechib kel deydi. Tanish odam bankomatdan 200 ming emas, 600 ming so'm yechadi. Keyin bankomat shunaqa berdi. Pul tushmagan ekan. Keyin qaytaraman degan gaplar boshlanadi. Bu yerda eng og'ir tomoni shuki, pensioner o'z roziligi bilan karta va PIN kodini bergan bo'ladi. Shuning uchun isbotlash murakkablashadi. Uchinchi xavfli guruh telefon raqami boshqa odam nomida bo'lgan pensionerlar. Hozir ko'p bank operatsiyalari SMS kod orqali tasdiqlanadi. Agar pensiya kartasiga ulangan telefon raqami pensionerning o'zida bo'lmasa, masalan, eski raqam yo'qolgan bo'lsa yoki raqam farzandining nomida bo'lsa, muammolar paydo bo'ladi. Bank ilovasiga kirish, karta blokdan chiqarish, yangi karta buyurtma qilish, SMS xabarnoma olish qiyinlashadi. Bir holatni tasavvur qiling, ona pensiyasini kartaga oladi. Lekin karta raqami o'g'lining telefoniga ulangan. O'g'il boshqa viloyatda ishlaydi. Ona do'konda karta bilan to'lamoqchi bo'ladi. Lekin operatsiya uchun SMS kod kerak bo'ladi. Kod o'g'ilga boradi. O'g'il ishlayotgan. Telefonga javob bermaydi. Ona esa kassada noqulay ahvolda qoladi. Bu oddiy holatdek ko'rinadi, lekin keksalar uchun juda og'ir ruhiy bosim.
To'rtinchi xavf bank xavfsizlik tizimi sabab karta vaqtincha bloklanishi. Banklar shubhali operatsiyalarni ko'rsa, kartani himoya maqsadida bloklashi mumkin. Masalan, pensioner odatda har oy 1 million so'm yechadi. Birdaniga karta orqali noma'lum internet saytida to'lov amalga oshirilsa, yoki bir necha marta noto'g'ri pin kod terilsa, yoki kartadan turli joylarda qisqa vaqtda pul yechilsa, bank tizimi buni xavf deb baholashi mumkin. Bu yomon niyat bilan emas, pulni himoya qilish uchun qilinadi. Lekin pensioner uchun bu pulimni bermayapti degan xavotirga aylanadi. 5-xavf hujjatdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, pasport ID kartaga almashtirilgan, familiya o'zgargan, yashash manzili o'zgargan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda bank mijozdan ma'lumotlar yangilashni talab qiladi. Agar odam buni vaqtida qilmasa, ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Shuning uchun men 10 yil oldin karta ochganman bo'ldi deb yurish to'g'ri emas. Endi kimlar biroz xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar pensionerning kartasi yangi bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqami o'z nomida yoki doimiy foydalanadigan yaqinining nazoratida bo'lsa, pin kod hech kimga aytilmagan bo'lsa, bankdagi hujjatlar yangilangan bo'lsa, unda katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin xotirjam bo'lish umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensioner yoki uning farzandlariga oyiga kamida bir marta kartadagi holatni tekshirishni maslahat beraman. Pul tushdimi? Noma'lum yechimlar yo'qmi? SMS kelyaptimi? Karta ishlayaptimi? Bu 5 daqiqa vaqt oladi, lekin katta muammolarning oldini oladi. Eng katta tuzoqlardan biri ishonchnomasiz boshqa odamning pensiyasini boshqarish. Ko'p oilalarda farzandlar ota-onasining kartasini olib yuradi. Ota-onasi rozi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan hammasi aniq bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, farzand yoki boshqa yaqin inson notarial ishonchnoma rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Ishonchnomada aynan nima qilishga ruxsat berilgani yozilishi muhim. Bankdan karta olish, hisobdan pul yechish, ariza berish, ma'lumot olish va hokazo. Masalan, pensioner insultdan keyin yura olmaydi. Pensiya kartaga tushib turibdi, lekin karta muddati tugagan. O'g'li bankka boradi. Bank esa karta egasining o'zi kelsin yoki ishonchnoma olib keling deydi. O'g'il jahli chiqadi. Bu mening otam-ku. Lekin bank xodimi ham qoidaga amal qiladi. Chunki bank begona odamga hisobdagi pulga yo'l ochib bera olmaydi. Bu yerda yechim oldindan ishonchnoma tayyorlash. Ikkinchi nozik masala pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy mavzu. Ba'zi odamlar baribir otamning pensiyasi edi, onamning kartasida qolgan pul edi deb kartadan pul yechadi. Lekin vafotdan keyingi pul, meros, ortiqcha to'langan pensiya va boshqa huquqiy masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Agar vafotdan keyin ham pensiya tushib qolsa, bu mablag'ni qanday rasmiylashtirish kerakligini pensiya jamg'armasi va bank orqali aniqlash lozim. Aks holda keyin qaytarish talabi yoki boshqa muammo chiqishi mumkin. 3-tuzoq firibgarlar. Hozir pensiya kartangiz blok bo'ladi. Yangi qonun chiqdi. Pulni saqlab qolish uchun kodni ayting, kompensatsiya beriladi, pensiyangizga qo'shimcha pul tushadi degan qo'ng'iroqlar ko'paygan. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Hech qachon SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, karta orqasidagi CVV kod, pin kodni telefonda hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramasligi kerak. Real misol, pensionerga qo'ng'iroq qilishadi va sizga 6 million so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Tasdiqlash uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deyishadi. Pensioner xursand bo'lib kodni aytadi. Aslida firibgar bank ilovasiga kirayotgan bo'ladi. Kod aytilishi bilan kartadagi 1.500.000 so'm boshqa kartaga o'tkazib yuboriladi. Keyin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun yaqinlaringizga albatta tushuntiring. Kod pulning kaliti. 4-nozik joy. Bankomatdan pul yechishda chekni tashlab ketish. Chekda karta to'liq raqami ko'rinmasligi mumkin. Lekin baribir odat sifatida chekni bankomat oldida qoldirmaslik kerak. Eng muhimi bankomatdan pul yechganda atrofga qarash. Begona odamning yordam beraman degan taklifiga darhol rozi bo'lmaslik kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, bank ichidagi rasmiy xodimga murojaat qilgan ma'qul. 5-masala pensiya kartasiga qarz yoki undiruv qo'yilishi. Ayrim hollarda odamning bank hisoblariga sud qarori, aliment, kredit qarzi yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha cheklov qo'yilishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'rib chiqiladi.
Agar pensioner kartasidagi pul ushlab qo'linayotganini ko'rsa, darhol bankdan yozma ma'lumot so'rashi kerak. Kimning qarori asosida, qancha summa, qaysi tashkilot tomonidan. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmaslik kerak. Masalan, pensioner pensiyamdan 300 million so'm kam keldi deydi. Sabab turlicha bo'lishi mumkin. Kredit to'lovi avtomatik yechilgan bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha undiruv bo'lishi mumkin. Karta xizmatlari yoki boshqa to'lovlar bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan hisobvaraq ko'chirmasi olish kerak. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qayerga ketgani ko'rinadi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning o'ng tomonidagi oy va yilga qarang. Agar muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, bankka murojaat qiling. Pensiya kartamning muddati tugayapti, yangilashim kerak deb ayting. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan ishonchnoma bo'yicha tartibni oldindan so'rang. Ikkinchi qadam: telefon raqamini tekshiring. Bankka ulangan raqam ishlayaptimi, SMS kelyaptimi? Raqam kimning nomida? Agar raqam yo'qolgan bo'lsa yoki boshqa odamda bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. Bu juda muhim. Chunki bugungi kunda telefon raqami karta xavfsizligining asosiy qismiga aylangan. Uchinchi qadam: PIN kodni hech kimga bermang. Agar pensioner bankomatdan foydalana olmasa, farzandlari unga o'rgatsin. Bankomatda pul yechish jarayonini bir necha marta birga bajaring. Lekin PIN kodni qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang. Agar yozish juda zarur bo'lsa, uni karta yonida emas, alohida va tushunarsiz shaklda saqlash kerak. Eng yaxshi yo'l yodlab olish yoki ishonchli rasmiy yordam tartibini yo'lga qo'yish. 4-qadam: bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Agar pul kam ko'rinsa, darhol pensiyamni berishmadi deb vahima qilmang. Avval ko'chirma oling. Ko'chirmada barcha kirim-chiqimlar ko'rinadi. Bank ilovasi bo'lsa, farzandlari ko'rsatib bersin. Ilova bo'lmasa, bank filialiga boring. Menga oxirgi 3 oy bo'yicha karta hisobimdan ko'chirma kerak deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. 5-qadam: firibgarlikdan himoya qiling. Uyda pensioner yaqinlaringizga alohida tushuntiring. Telefon qilgan odam kim bo'lishidan qat'i nazar kod aytilmaydi. Bankdanman desam aytilmaydi. Pensiya bo'limidanman desam aytilmaydi. Pul tushirib beraman desam aytilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'yib, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-qadam: ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Agar ota-onangiz keksaygan, kasal, yurishi qiyin bo'lsa, muammo chiqqandan keyin emas. Oldindan notarius bilan maslahat qiling. Ishonchnoma qanday muddatga beriladi? Qaysi vakolatlar yoziladi? Bank buni qabul qiladimi? Bularni aniqlab oling. Ba'zi banklar ishonchnoma matnida aniq bank operatsiyalari yozilishini talab qilishi mumkin. Shuning uchun hamma ishlarimni yursin degan umumiy jumla yetarli bo'lmaslik ehtimoli bor. 7-qadam: hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, notarial ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar bir joyda tartibli saqlansin. Farzandlari qaysi bankdan pensiya olinayotganini, karta qachon tugashini, bank filialining manzilini bilsin. Ko'p oilalarda muammo shundan chiqadi. Ota-ona biladi, lekin farzand bilmaydi. Farzand biladi, lekin hujjat qayerdaligini topolmaydi. 8-qadam: agar karta bloklansa, to'g'ri harakat qiling. Avval bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Internetdan topilgan tasodifiy raqamlarga qo'ng'iroq qilmang. Bank xodimiga kartam bloklangan, sababini bilmoqchiman deb ayting. Shaxsni tasdiqlash uchun hujjat kerak bo'ladi. Agar blok firibgarlik xavfi sabab qo'yilgan bo'lsa, yangi karta chiqarish talab qilinishi mumkin. 9-qadam: agar pensiya tushmasa, 3 joyni tekshiring. Birinchisi, bank pul kelganmi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli pensiya bo'limi. To'lov yuborilganmi? Uchinchisi, hujjatlar pensionerning ma'lumotlarida yangilanish talab qilinmayaptimi? Chunki odamlar ko'pincha bankni ayblaydi. Bank esa pul kelmaganini aytadi yoki aksincha pul kelgan, lekin karta muammoli bo'ladi. 10-qadam: kartadagi pullarni muntazam nazorat qiling. Pensiya tushgan kuni hammasini yechib olish shart emas, lekin qoldiqni tekshirish kerak. Agar noma'lum 5,000 so'm, 1,000 so'm yechimlar ko'rinsa, mayli deb qo'ymang. Bugun 50,000 so'm ketgan bo'lsa, ertaga 5,000 so'm ketishi mumkin.
Darhol bankka murojaat qiling va kerak bo'lsa kartani bloklating. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya kartasi oddiy plastik karta emas. Bu ko'pincha pensionerning yagona daromad manbai. Shu kartadagi pulga to'g'ri olinadi, oziq-ovqat olinadi, kommunal to'lov to'lanadi. Shuning uchun unga beparvo qarash mumkin emas. Hech narsa bo'lmaydi degan ishonch bugun eng xavfli xatolardan biri. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizni qo'ymang, ularga oddiy tilda tushuntiring. Nega kodni aytdingiz? Nega kartani berdingiz? deb urishish oson. Lekin firibgarlar keksalarning ishonuvchanligidan, texnikani yaxshi bilmasligidan foydalanadi. Shuni uyda kichik qo'yda yozib qo'ying. Kod aytilmaydi. Karta begon odamga berilmaydi. Shubhali qo'ng'iroqda telefon qo'yiladi. Muammo bo'lsa, farzandga yoki bankka murojaat qilinadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiyani kartaga olish qulay. Lekin xavfsizlik va hujjat masalalariga e'tiborsizlik katta muammo keltirishi mumkin. Karta muddati, telefon raqami, PIN kod, ishonchnoma, bankdagi ma'lumotlar va firibgarlikdan himoya bularning hammasini tekshirish kerak. Men sizdan iltimos qilaman. Bugun shu videodan keyin ota-onangizning yoki yaqin pensioner qarindoshingizning kartasini tekshirib bering. Muddati tugamaganmi? SMS kelyaptimi? Telefon raqami ishlayaptimi? Hujjatlar joyidami bularni aniqlang. Bitta oddiy tekshiruv ertangi katta muammoning oldini olishi mumkin. Sizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pul kechikkan, karta bloklanganmi? Bankomatda muammo chiqqanmi? Yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Izohlarda yozing, yo'q boshqalar ham tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring.